Assalomu alaykum. Chorva biznes kanali qadrli obunachilari, ijtimoiy tarmoq YouTube Chorva biznes kanalida bizni ko'rib, kuzatib borayotgan aka-uka, opa-singillar, hamyurtlar, qadrdonlar. Hammaga xayrli kech, yaxshi kayfiyat. Bugun 2025-yil 21-noyabr hafta kuniga Sayyidul Ayyom. Juma ayyomi barchalarga muborak bo'lsin. Aka-ukalar, bugun Xudo xolasa sizlar uchun go'zallaridan, bo'ladiganlaridan ko'rsatamiz va aytib o'tamiz. Aka-ukalar, bugun Xudo xolasa dunyoga o'zini mashhur mollari bilan tanilgan Shvetsariyaning Shved paroda xunajinlaridan tortib, Qirg'izistonda chiroyli paroda mollaridan ko'rsatib o'tamiz. Aka-ukalar, bugun Andijon viloyati Oltinko'l tumani Oftobachay mahallasi, ya'ni o'zim xonadonimdan sizlar uchun ko'rsatamiz va ma'lumotlarni beramiz. Qadrdonlar, xo'p, yaqin bo'g'oz deganlarga, yetuk bo'g'oz deganlarga Xudo xolasa 8-oyda turgan, yaqin orada bitta molinglar ikkita bo'lishini xohlaganlarga bunisi bor, aka-ukalar. Yaxshi buqatalab bo'lib turgan xunajinimiz bor. Xudo xolasa buni ham kimi xonadonda o'zi yaxshi novosi bo'lsa, olib yaxshi novosiga qo'ysanglar, kuyib rosa buqatalab bo'lib turibdi. Inshaalloh biz do'stim bilan birgalikda ma'lumotlarni berishni boshlaymiz. Do'stim, charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Studiyamisiz? Xudoga shukr. Ishlaringiz yaxshimi? Allohga shukr, charchamay. Kelib boshlab. Xudoga shukr. 4 ta bugunga. Ha, Xudo xolasa bugunga 4 ta. Ko'rsatamiz, aytamiz. Ha, Xudo xolasa bugun chiroyli qilib ma'lumotlarni beramiz, narxlarni sindiramiz. Xudo xolasa. Puli yengillardan ko'rsataylik birinchi. Ha, Xudo xolasa kichkintoydan boshlaymiz. Kichkintoydan boshlaylik bugunga. Xo'p, puli yengil mol qilaman deganlar, Xudo xolasa mana kichkintoydan. Aka-ukalar, o'zingizlar buni Xudo xolasa ozgina yetalab, keyin bu ham yoshiga yetganda yaxshi buqaga qo'yib o'zingizlar sigir qilib olasizlar o'zingiz. Bo'y bastlari 1.10. 1.10. Xudo xolasa yuvoshligi zo'r. Tanajonlari hamma yo'q, yeb ichishi, sog'ligi, yeb ichishlari zo'r. Garantiya Xudo xolasa. Vodiy bo'ylab yuvosh mol mana Xudo xolasa. Ana aka-ukalar, yuvoshligini qaranglar. Rosa zo'r sigir bo'ladi inshaalloh. Eng muhimi puli yengilda. Ha, puli albatta. Eng kerakli joyi shu pulida-da buni. Bitta aylantiring. Kechaman. Bitta aylantirib ko'rsatib bering. Orqa oldilari, oyoq qo'llari tikka. Xo'p, taxminan 6 oylik atrofidagi buzoq, sog'ligi, yeb ichishi, yuvoshligi garantiyasini beramiz. Xudo xolasa vodiy bo'ylab dastavkalarni besplatnik qilib beramiz aka-ukalar. Qolgan viloyatlarga ham kelishilgan holatda dastavkalari bor. Xo'p, puli 12,5 million so'm aka-ukalar. Yana kami bor, kelishiladigan joyi bor, Xudo xolasa. Ha, do'stim? Ha, albatta, Xudo xolasa. Kelishtirib beramiz. Narxlar sindirib, Xudo xolasa. bugun Xudo xolasa. Mana aka-uka. Olinglar, boqinglar, sigir qilib olinglar. Ziddachisiga deydi-yu. Albatta. Aytimiga. Puli yengilidan so'ragan. O'ta albatta, Xudo xolasa. Kejonim. Mana qadrdonlar, telefon qilasizlar, kelishiladigan joyini kelishamiz, xonadoningizlarga yetkazib beramiz. Birinchi qoringa 3 oydan o'tgan bo'g'oz, sog'ligi, yeb ichishlari, yuvoshlilari zo'r, Xudo xolasa. Mana bitta endi Xudo xolasa bu sut emdaligi tutdan chiqqan novoz bo'zakchani puli bo'lyapti. Bo'zakcha ham o'zi vaqt kelsa deng, balon bo'lib ketgan. 15 million bo'lyapti asl puli. Yoniga bolasi tushib qolsa, Xudo xolasa. Foydaga kiradigan. Ha, foydaga kirib, nimalar, gumbulat layklar bosinglar, olinglar, Xudo xolasa. Narxlar tushiraveramiz. Ha, sindirib beramiz narxlarni. Yuvoshligi qanaqa do'stim? Yuvoshlilari ham yo'q joyida, Xudo xolasa. Mana, kejonim. Kejonim. Ozgina nima olib? Turkiyaroq deng. Ha, Turkiyaroq. Tepimni yetishi yo'q, lekin. Yo'q, mana, bemalol. Ko'rsatib bering yuvoshligi. Mana, yuvoshlilari. Mana, yaxshi, jeyinda Turkiyaroq xolos. Sal hurkiyapti odamlar, lekin bemalol tepadigan, suzadigan qiliqlari yo'q. Tanajoni sog', o'ynab turgan narsa. Aka-ukalar, bo'ylari 1.15 dan baland, 1.20 ga yaqin. Birinchi qoringa 3 oylikdan o'tgan bo'g'oz. Sog'ligi, yeb ichishi, yuvoshligi, suzmasligi, tepmasligiga garantiyasini beramiz. Vodiy bo'ylab dastavkalarni besplatnik qilib beramiz. Narxi 15 million so'm. Aka-ukalar, 3 oylik bo'g'oz. Yoniga bolasi tushsa ham o'zi yarimdan ko'p pulinglar chiqib ketadi, Xudo xolasa. 15 million. Eng qizig'ida yana kami bor, aka-ukalar. Telefon qilinglar, Xudo xolasa kelishiladigan joyini kelishamiz. Xunajin hali buqaga qo'yilmagan, lekin o'zingizlar video davomida mana ko'rib, bilib turibsizlar. Rosa buqa talab bo'lib turibdi, bu joning sog'i yurdi. Sirraz buqaga qo'yish kerak. Buni rosa kuyuk yotdi jonivor. Kuyuk tayyor bo'lib turibdi. Tayyor, Xudo xolasa. Yaxshi novosi bor aka-ukalarimizga tavsiya qilamiz. Aka-ukalar, bu shoxiga tushmagan, nuqtada turgan. Mana nuqtani izlari ham turibdi. Dehqon
Faqat nuqtada boqqan ekan buni. Jinday shoxiga tushganiga sal o'zini noqulay his qilyapti. Sog'ligiga, yeb ichishiga, yuvoshligiga garantiyasini beramiz aka-ukalar. Yuvoshliklari zo'r, xudo xolasa. Yelinlari oq quloq, oq tumshuq, oq yelin deganlaridan aka-ukalar. So'zkalarni ko'ringlar. Katta, to'rovi to'rt joyda. Dona, xudo xolasa rasa sigir bo'lsa, mana shu oyog'ining orasiga yelin sig'maydigan sigir bo'ladi inshaalloh. Bo'ylari 1.20 ga yaqin. Ma'lumotlarni xudo xolasa berdik-a. Bo'ylari 1.20 ga yaqin. Xudo xolasa yoshiga yetib turibdi, bug'aga tayyor bo'lib turibdi. Rosa buqa talab bo'lib turgan xunajin. Sog'ligi, yeb ichishi, yuvvoshligiga garantiyasini beramiz. Vodiy bo'ylab dastavkalarni besplatni qilib beramiz aka-ukalar. Qolgan viloyatlarga ham kelishilgan holatda dastavkalarimiz bor. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, aka-ukalar 20 million so'm. Yana kami 19,5 million so'm. Aka-ukalar 19,5 million so'm. Yana kami bor. Vodiy bo'ylab dastavkalari kelishilgan dogovorning ichida xonadoninglarga yetib boradi. Yana kelishiladigan joyini kelishamiz aka-ukalar. Telefon qilinglar. Toza shved so'raganlarga o'zi bir dona aka-ukalar. Oldingi videolarimizda ham bir dona tozasidan chiqargan edik, tolomon bo'lib ketdi. Buni ham xudo xolasa qiziqqaniga ishqibozga olib borib beramiz qadrdonlar. Telefon qilaverasizlar. 4-chi molimiz aka-ukalar. Xudo xolasa bu molimiz ikkinchi qoringa 8 oylik. 8 oylik bo'g'oz. 7 bo'g'oz, 4 yurak, bitta tuqqan. 4 yurak, bitta tuqqan, ikkinchi qorin. Qadrdonlar, sog'ligi, yeb ichishi, yuvoshligi, suzmasligi, tepmasligiga 200% garantiyasini beramiz. Bo'g'ozligiga garantiyasini beramiz. Xohlagan odam bolasi qo'lga tegib turibdi. Tushungan odam shunday bir ko'rib olaveradi o'zi. Albatta. Agar tekshirtirib olaman degan odamga bo'g'ozga baraka qilamiz, behijolat o'zi qilib tekshirtirib olaverasizlar aka-ukalar. Yuvoshliklari xudo xolasa zo'r. Ostlari yelinladi, vaqti zo'r solyapti. Bu Qirg'iziston shved mollari aka-ukalar, Qirg'izistondan o'tgan mollarimizdan. Bularni bilasizlar o'zingizlar, ikkinchi, uchinchi tug'ishida rostmana sut yo'llari ochilib, sutni zo'r beradigan bo'ladi. Endi birinchi tuqqanida, birinchi qorinda rostmana sut yo'llari ochilmagan bo'lishligi mumkin. Lekin endi xudo xolasa rezultatni zo'r qiladi. Qiziqqaniga, ishqiboziga aka-ukalar xudo xolasa yetkazib beramiz. 4 dona kuragi. Bo'ylari 1.25 ga yaqin. 1.20 dan baland, 1.25 ga yaqin turibdi. Xudo xolasa orqa oldilari, kengliklari juda esli mol. Hamma yo'q. Mana joyida xudo xolasa. Mana qadrdonlar. Pek. Xo'p, buni narxini aka-ukalar yeyishini ko'rsatyapti. Shu o'tni yeb ko'rsatadi hammasi o'zi bizning mollar. Albatta. Mana qadrdonlar torting bu yoqqa. Mana aka-ukalar yeyish ichishlari. Quruq hashay. Yeyish ichish qanaqa deganlarga yeyish ichishi o'zi mana qornidan ham ma'lum bo'lib turibdi. Isbot dalili bilan. Mana qadrdonlar. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsa, aka-ukalar 28 million so'm. Yana kami bor, xudo xolasa buni ham kelishtirib beramiz. Qiziqqaniga ishqiboziga endi ko'p emas, 1 oy, 1,5 oy kutib turasizlar, bitta molinglar ikkita bo'ladi, yoniga xudo xolasa bolasi tushsa, inshaalloh sut qatig'ini ichasizlar, qaymog'ini yeysizlar, xonadoninglarga qut baraka bo'lib kirib boradi aka-ukalar. Yangi yil baraka bo'ladi, albatta, yangi yil arafasida xudo xolasa tug'ib beradi ekan. Xudo xolasa. Yangi yildan yo boradi, yo o'tishi mumkin. Endi avvalo xudo novoz tug'adigan bo'lsa 5-10 kun u yog'i bu yog'i sal kechikishi mumkin. Bekdir. Ana shunaqa gaplar aka-ukalar. 28 million so'm kami bor. Kelishiladigan joyi bor, xudo xolasa. Telefon qilasizlar, kelishamiz aka-ukalar. Yetalang do'stim. Yur. Yur joy. Shoshilma. Ostilari ham ancha yetilib qoldi-ya buni. Ha, xudo xolasa. Hademi tug'ib beradi. Bitta mol ikkita bo'ladi, yaqinda xudo xolasa. Olgan odam ham aka-ukalar. Ana shunaqa gaplar, qadrdonlar. Shved so'raganlarga shved, o'zimizni mesni, ola parodadan deganlarga puli yengil. Aka-ukalar, ola parodamiz ham bor. Bizning pulimiz ozroq. Shu ikkita qo'yga yetadigan pulimiz bor degan aka-ukalarimizga ikkita qo'yni puliga ham bitta mol beramiz aka-ukalar mana. Qadrdonlar, yeyish ichishlarni ko'ringlar. 12,5 million so'm. Yana kami bor, kelishiladigan joyi bor aka-ukalar. 15 million so'm. 3 oylik bo'g'oz. Yana kami bor, xudo xolasa kelishib olamiz bu yog'ini.
19,5 million so'm. Aka-ukalar shved tozasidan so'raganlarga bir dona go'zalidan. Yetuk bo'g'oz so'raganlarga 8 oylik bo'g'ozimiz 28 million so'm aka-ukalar. Telefon qilasizlar. Xudo xolasa bitmaydigan ishni o'zi yo'q. Bitira olmaydigan insonlar bo'lishi mumkin. Inshaalloh sizlar bilan biz bitiramiz, kelishamiz. O'zingizlarda ehtiyot qilinglar. Ketkizgan vaqtingizlarga rozi bo'linglar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lish tugmalarini bosib, bizni kuzatishda davom etinglar. Joninglar sog' bo'lsin aka-ukalar.